Nexia 1, Nexia 2 ga Spark difuzor. Assalomu alaykum YouTube ahli, sog' salomatmisizlar? Bu Nexia 216 qora bayat yozish kanzini uстановка bo'lyapti noldan. Kanzini uстановка bo'lish jarayonida birato'lasiga o'zini antifriz radiatoridagi difuzorini olib tashlab, o'rniga Spark difuzor uстановка qilib ketyapmiz. Sababi ko'ryapsizlar, anchagina farqi bor. Bu Spark difuzorimizda konditsionerimizda sovitishiga ham ahamiyati bor. Suvda gradusda bilasizlar, Nexia 2, Nexia 1larda ba'zi bir joylarda konditsioner uzoqroq yoqqanda suv temperatura ko'tarilib, qaynashgacha olib keladi. Shuni oldini olib biz Spark difuzor qo'yib yuboryapmiz. Xudo xolasa buni ishlashi o'zinikidan ko'ra ancha оборотлari, havo tortishlari zo'r. Endi buni so'raganlar bor edi. Radiatorga uстановка qilish jarayonini ko'rsatamiz. Radiator o'zi turibdi hozir bunda mana. Yechib olganimiz yo'q. Bizda xullas radiator bor. Bu o'zini difuzori. Bu radiator. Endi bu shunday joylashadi mana. Xuddi shu holatda o'ziniki joylashadi. Endi hozir buni olamiz. Ko'pchilikdan tushadigan murojaatda o'zinikini olib tashlaymiz. Spark'nikini qo'yamiz. Spark'nikini unga o'rnatadigan bo'lsak, oyoqlari to'g'ri kelmaydi. Keyin qotirishgacha muammoroq, hamma har xil usulda o'ziga yoqqan usulda qatiradi. Biz ham o'zimizning uslubda qatirishni qisqacha tushuntirib o'tamiz. Agar foydali bo'lsa, tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Nexia 2, Nexia 1 haydaydiganlarga ulanishini ko'p yangi usta shogirdlar so'raydi. Ya'ni yangi usta bo'lib chiqqan bolalar, 1 yil, 1,5 yil endi ish boshlaganlarga so'rashadi. Buni hech qanaqangi o'rtaga peraxatlik kerak emas. Faqat shtekirni tushadigan qilib, misol uchun mana bu shtekirni qirqib olamizda. Bu chunki ikkovi farq qiladi, ko'rasizlar? Mamka papka deydi. Nexia'ning o'zinikida mamka bo'lsa, Spark'da papka bo'ladi. Shuni hisobiga tushmaydi Nexia'dagiga. Buni ventilyator tomonini qirqmaymiz-da. Xolasak buni qirqilib bunga olish kerak yoki buni qirqib Nexia'dagi kabelni, ya'ni mashina o'zidagi kabelga buni ulab olish kerak. Xullas, nima qilgan taqdirimizda ham ventilyatordagi shtekirni olamiz biz, kerak bo'ladi bizga. Endi buni qotirishni hozir bolgarka ishlash jarayonini video shovqin bo'lmasligi uchun qo'ymaymiz. Shu oyoqlarni qirqib olamiz. Keyin qotirish usulini ko'rib chiqamiz. Mana oyoqlarni kesib tashladik. Bizga kerak emas. Bu tomoni yarmi kesiladi. Mana shu holatda ko'rib turibsizlar. Endi radiatorga joylashtiramiz buni. Joylashtirganimizdan keyin mana qaytib ko'raylik. Mana shu joyi difuzorni korpusi radiatorga tegib qoladi. Natijada radiatorning mashinasining uzunasiga kanallarni teshib qo'yadi. Shuning uchun biz mana shu joyni sekin chiroyli qilib kesib olib tashlaymiz. Hozir kesib olamizda, keyingi holatni ham ko'ramiz. Mana hozir tegib turibdi, ko'rib turibsizlar. Mana tegib turibdi. Kesib olib tashlaganimizdan keyingi holatni ham bitta ko'ramiz. Chiroyli kesib oldik. Mana. Orasini ko'ryapsizlar? Ora ancha ochilgan. Mana. Farq ko'ryapsizlar mana. Mana bu tomonni. Endi mana shuni joyiga qo'ysak, kanallarga tegmaydi, teshib qo'ymaydi. Bitta ishimiz difuzorni qatirib olish qoldi xolos. Hozir qatirib ko'ramiz. Mana bu tomondan ketgancha qatiramiz. Xo'p. Qatirishimiz ham bunaqa qiyin ish emas. Hozir birgalikda qatiramiz.
ko'rishlari mumkin. Ideal sistemada radiatorimizga ventilatorimiz qotirib olindi. 4 ta chekkasidan samariz, keres qurollar qirqib tashaldi. Asosiy joyi mana olovlanmasi ochib chiqildi. Xuddi shu holatda ventilatorimiz Nexia 2, Nexia 1 ga qatirib qo'yilsa, hech qanaqangi muammosiz ishlab beraveradi. Nexia 1, Nexia 2 ga Spark difuzor. Chiroyli holatda o'rnatib qo'ydik. Kansining sunovka bo'ldi, birato'la ichida Spark difuzor ham o'rnatildi. Hujja qirov bo'lib ishlayapti. Xullas, xuddi shu holatda o'rnatiladi. Ishlashi mana ideal holatda ishlayapti. Suv grasi qanaqasiga ko'tarilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Bemalol kansinerni yoqqan holatda 5-6 soatlab mazza qilib haydashlari mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, ustanovka bizga yaqin bo'lsalaring kelaverasizlar. Chiroyli o'rnatib beramiz. Spark difuzor xizmatlari bilan $50 ga, ya'ni 600 ming so'mga o'rnatib beryapmiz.